Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz demak 15-mavzu xosmas integrallar. Integrallashning bir yoki ikki chegarasi cheksiz bo'lgan yoki funksiya integrallash oralig'ida chegaralanmagan integrallar xosmas integrallar deyiladi. Ya'ni 0 dan cheksizlikkacha, a dan cheksizlikkacha yoki minus cheksizlikdan a gacha yoki minus cheksizlikdan plus cheksizlikkacha bo'lgan integrallar yoki o'rtada qaysidir nuqtada funksiya chegaralanmagan. Xuddi shunaqangi integrallarga biz xosmas integrallar deymiz. Demak, bu xosmas integrallarning cheksiz chegaralari bilan integrallash bu birinchi tur integrallar hisoblanadi. Ya'ni y barobar fx funksiya ixtiyoriy a t oraliqda aniqlangan va integrallanuvchi bo'lsin. Unda t demak katta a uchun funksiya aniqlangan. Ya'ni katta ft funksiyani biz kiritgandik, yuqorisi o'zgaruvchi funksiya bo'lgan funksiyamiz a dan t gacha fx dx. Bu y barobar fx funksiyaning xosmas integrali deb 0 a dan cheksizlikkacha fx dx barobar, demak katta ft funksiyaning t cheksizlikka intilgandagi limitiga aytiladi. Ya'ni demak limit t cheksizlikka intilganda a dan t gacha ft dt barobar a dan cheksizlikkacha fx dx. Bu yerda demak funksiyamiz maxsuslikka ega bo'lgan integrallarni ham biz hisoblashimiz mumkin bo'lib qolar ekan. Ya'ni uzluksiz bo'lmagan integrallarni ham hisoblashimiz mumkin bo'lar ekan xosmas integrallar yordamida. Endi agar limit mavjud hamda chekli bo'lsa, u holda xosmas integral yaqinlashuvchi deyiladi. Agar limit chekli bo'lmasa, u holda xosmas integrallar uzoqlashuvchi deyiladi. Xosmas integralning geometrik ma'nosi aniq integralning a t oraliqdagi geometrik talqiniga asoslanadi. Bu yuqoridan manfiy bo'lmagan fx funksiya bilan, pastdan x o'qi bilan va chapdan x barobar a to'g'ri chiziq bilan chegaralangan cheksiz sohaning yuzi. Qarab ko'rishimiz mumkin. Mana bu figuramiz y barobar fx funksiya berilgan, x barobar a to'g'ri chiziq berilgan, x o'qini bu tomoni, o'ng tomoni cheksiz, o'ng tomoni cheksiz bo'lgan figura. Misol, integralni hisoblang. 1 taqsim x kvadrat 1 dan cheksizgacha dx. Demak, integralni hisoblaganda 1 dan t gacha qilib chegaralangan integralni birinchi hisoblab olamiz. 1 taqsim x kvadratning integrali. Bu minus 1 taqsim x. Chegaralarni qo'ysak 1 dan t gacha bo'ladi. Keyin birinchi, demak, t ni qo'ysak 1 taqsim minus 1 taqsim t plus 1. Bu 1 minus 1 taqsim t. T cheksizlikka intilganda ikkinchi ifoda 0 ga intilib 1 ga teng bo'lar ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, cheksiz sohalarning ham chekli yuzasiga ega bo'lishi mumkin ekan. Xuddi shunday biz minus cheksizlikdan b gacha intervalda xosmas integrallarni aniqlashimiz mumkin. Bunda ham demak limit t'miz minus cheksizlikka intilganda t dan b gacha bo'lgan fx dx'imiz bu quyidagi xosmas integralga teng. Ya'ni minus cheksizlikdan b gacha fx dx ga. Endi minus cheksizlikdan plus cheksizlikdagi integrallar xosmas integralni ko'rib chiqamiz. Bu yerda ikkita o'zgaruvchi kiritamiz. A son uchun xosmas integrallar. Ya'ni ikkita integralga ajratib olamiz buni ham. Minus cheksizlikdan a gacha fx dx plus a dan plus cheksizlikgacha fx dx ga.
Bu yerda demak integrallashning xossasidan foydalanishimiz mumkin edi. Foydalanyapmiz. Umuman aytganda A bu oraliqda S nuqta mavjud bo'lsa, demak ikkita A dan S gacha, S dan B gacha qilib integrallashimiz mumkin bo'lardi. Demak, bular esa yuqorida ko'rgan ikkita integralni ta'minlaydi. Agarda bu integralimiz yaqinlashuvchi bo'lsa, yuqoridagi demak integrallardan kamida bittasi uzoqlashuvchi bo'lsa, u holda integral ham uzoqlashuvchi bo'ladi. Bittasi cheksiz bo'lsa, demak cheksiz plus chekli son baribir cheksizga teng. Misol minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha y darajasi x dx yechamiz. Buni demak ikkita integralga ajratib olamiz. 0 dan minus cheksizlikdan 0 gacha, 0 dan cheksizlikgacha. Limit t'miz minus cheksizlikdan intilganda t dan 0 gacha y darajasi x integralimiz 1 minus 0 bo'ladi. Bu 1 ga teng. Yaqinlashuvchi. Ikkinchi integralimiz demak 0 dan t gacha y darajasi x integrali y t minus 1 t cheksizlikka intilganda cheksizlikka intilib ketyapti. Bu integralning demak ikkinchisi demak uzoqlashuvchi. Bittasi uzoqlashuvchi bo'lsa, demak yuqoridagi xosmasi integralimiz ham uzoqlashuvchi. Ko'rib chiqilayotgan misollarda avval chekli oraliqdagi integral hisoblab chiqilgan, so'ngra limitga o'tish amalga oshirilgan. Agarda fx funksiya uchun butun oraliqda boshlang'ich katta fx mavjud bo'lsa, Newton-Levnis formulasi o'rinli bo'ladi. Ya'ni a dan t gacha fx dx barobar ft minus fa. Quyidagi formulamiz o'rinli. Bundan shu narsa kelib chiqadiki, xosmas integral mavjud bo'lishi uchun quyidagi limit chekli bo'lishi lozim. Ya'ni limit ft t cheksizlikka intilganda f cheksiz. Demak, bu chekli bo'lishi kerak. Unda quyidagi yozish mumkin. Ya'ni a dan cheksizlikka intilganda fx dx f katta fx a dan cheksizlikgacha f cheksiz minus fa. Xuddi shunday teskarisi fb minus f minus cheksiz ko'rinishda ham yozishimiz mumkin bo'ladi. Yoki f cheksiz minus f minus cheksiz ko'rinishda ham Newton-Levnis formulasini yozishimiz mumkin. Faqat funksiyalar o'sha nimada aniqlangan chekli bo'lsa, limiti. Misol, mana 2 dan plus cheksizlikgacha 1 taqsim x kvadrat minus 1. Buni demak 2 dan t gacha bo'lgan integralni hisoblaymiz birinchi. Bu demak 1 taqsim 2 ln x minus 1 integrallash jadvalidan foydalanishimiz mumkin. X minus 1 x plus 1 2 dan cheksizlikgacha. Endi cheksizlikni qo'yadigan bo'lsak, demak 0 2 ni qo'ysak, yo'q. Cheksizlikni qo'yganda mana 1 taqsim x 1 bo'lib qoladi. Bu 0 ni beradi, 2 ni qo'ysak ham 1 taqsim 3 bo'ladi. Demak, integral aniqlangan. ln ilzosti 3 ga teng bo'lar ekan. Endi chegaralanmagan funksiyadan olingan demak xosmas integrallar ikkinchi tur xosmas integral deyiladi. Y barobar fx funksiya uzluksiz, lekin a bu oraliqda chegaralanmagan bo'lsin. Aniqlik uchun u har qanday oraliqda chegaralangan va integrallanuvchi mumkin deb hisoblaymiz. Integrallanishi mumkin deb. Bu a kiradi, b kirmaydigan oraliq. Hamda mana bu b dan ozgina deltani olib tashlaganda segment hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu holda a dan b minus delta oraliqda integrallanuvchi bo'lsin.
Lekin b nuqtaning atrofida funksiya chekli emas, cheksiz. Ikkinchi tur xosmas integrallar quyidagicha aniqlanadi. Ya'ni limit a dan b gacha bo'lgan fx funksiyaning integralini biz quyidagi xosmas integral ko'rinishida ifodalaymiz. Ya'ni deltamiz 0 ga intilganda a dan b minus deltagacha fx dx ko'rinishidagi xosmas integral, demak a dan b gacha fx dx. Ya'ni b nuqtada funksiya uzilishga ega bo'lgan funksiya. Endi agar bunday limit mavjud bo'lib, hamda chekli bo'lsa, u holda xosmas integral yaqinlashuvchi, aks holda u uzoqlashuvchi deyiladi. Bu nuqta maxsus, demak, nuqta deyiladi. Xuddi shunday y barobar fx funksiyaning uzluksiz, lekin b kiradi yarim oraliqda chegaralanmagan xosmas integrali tushunchasini ham kiritishimiz mumkin bo'ladi. Demak, a nuqtada funksiya aniqlanmagan. Demak, a plus deltadan b gacha funksiya uzluksiz integrallanuvchi. Demak, buning integralining limiti delta 0 ga intilganda mavjud bo'lsa, demak, ab oraliqda fx funksiyaning bu ko'rinishdagi ikkinchi tur xosmas integralni hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Misol, demak, 0 dan 1 gacha 1 taqsim ilzosi x. Demak, ilzosi x 0 da, 1 taqsim ilzosi x funksiyamiz 0 da aniqlanmagan. Lekin biza mana shu integralni xosmas integral ko'rinishida hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni deltadan 1 gacha integrallaymiz. Deltadan 1 gacha funksiya integrallanuvchi. 1 taqsim ilzosi x ning integrali 2 ilzosi x ga teng. Keyin o'rniga qo'yib deltadan, demak, Newton-Leibniz formulasini qo'yadigan bo'lsak, 2 qavs ichida 1 minus ilzosi deltaga teng. Endi deltani limiti 0 ga intilgandagi limitini hisoblasak, javob 2 chiqadi. Chekli son. 0 nuqta maxsus nuqta. 2. Demak, biz uzilishga ega, ya'ni funksiya aniqlanmagan funksiyalardan ham integral olishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu mana shu, demak, xosmas integrallar yordamida. Agar fx funksiya x barobar s da cheksiz bo'lsa, bunda s'miz ab oraliqdan olingan, u holda integralimizni ab xosmas integral deyiladi va quyidagi ikkita integralga ajratishimiz mumkin. Ya'ni a dan s gacha fx dx plus s dan b gacha. Faqat s nuqtada fx funksiyamiz aniqlanmagan. Buni boyagidagi ikkinchi tur xosmas integral sifatida hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni agar a, b maxsus nuqtalar bo'lsa, ya'ni y barobar fx funksiya cheksiz va a, b intervalda integrallash mumkin, u holda xosmas integral quyidagicha aniqlanadi. Ya'ni a dan b gacha, a dan s gacha fx dx plus s dan b gacha fx dx ko'rinishda. Bizada a nuqtamiz ham, b nuqtamiz ham, demak, maxsus nuqtalar. Misol, mana -1 ham 1. Ikkalasini ham qo'yadigan bo'lsak, funksiya integral ostidagi funksiyamiz mahraji 0 ga aylanib ketadi. Shuning uchun o'rtadan bitta nuqta olamiz. Demak, -1 plus delta. Demak, delta 0 ga intilganda 0 gacha integral, 0 dan 1 minus delta. Bu integralni hisoblasak, bu arc sinusni beradi. Arc sinus 0, arc sinus -1. Demak, integralni hisoblaydigan bo'lsak, limiti pi taqsim 2 plus pi taqsim 2.
Arc sinus pi taqsim 2da ham minus 1. Demak, pi taqsim 2 bo'ladi. 1da ham demak pi taqsim 2 ga teng. Demak, y barobar fx funksiya butun a b oralig'ida integrallanuvchi, b esa maxsus nuqta bo'lsin. Agar x barobar b maxsus nuqtada limiti mavjud bo'lgan yoki a b segmentida uzluksiz bo'lgan katta fx funksiya boshlang'ich funksiya bo'lsa, Cosmas integralni hisoblash uchun Newton-Leibniz formulasidan foydalanishimiz mumkin. Mana bunaqa ko'rinishi bir xil, lekin funksiya b nuqtada maxsus. Faqat o'sha joyda chegaralangan limitga o'tganimizda katta f b ning qiymati chekli. Misol demak -1 dan 1 gacha. Demak x ning -2 taqsim 3-si. Demak o'rtada s nuqta bor, 0 nuqtada funksiya demak aniqlanmagan. X barobar demak 0, bu funksiyaning boshlang'ich funksiyasi 3x 1 taqsim 3. O'sha joyda boshlang'ich funksiya aniqlangan. Bu nuqtada uzluksiz. Shuning uchun bu integral mavjud. Ya'ni o'sha nuqtada integrallar mavjud. Biz Newton-Leibniz formulasini ishlatishimiz mumkin. Oldingi tasdiqqa ko'ra. Yaqinlash mezonlari bor. Endi demak, Cosmas integrallarining yaqinlash mezonlari quyidagilardan iborat. Birinchi teoremamiz demak, birinchi tur Cosmas integrallarini taqqoslash. Endi agar fx va gx funksiyalar demak a dan cheksizlikgacha bo'lgan intervalda uzluksiz bo'lsin va quyidagi shartlarni qanoatlantirsin. Ya'ni fximiz ikkalasi ham musbat, gximiz ham fximiz gx dan kichik. U holda demak 0 dan cheksizlikgacha bu gx integralining yaqinlashuvchiligidan a dan cheksizlikgacha bo'lgan fx dx integralining yaqinlashuvchiligi kelib chiqadi. Bu mezon demak taqqoslash mezoni deb ham ataladi. Demak, agar undan katta bo'lgan funksiya yaqinlashuvchi bo'lsa, undan kichik bo'lgan funksiya ham yaqinlashuvchi bo'ladi. Demak, integralning uzoqlashuvchiligidan undan kichik bo'lgan integralning uzoqlashuvchiligidan undan katta bo'lgan integralning uzoqlashuvchiligi kelib chiqadi. Bu demak mezon taqqoslash mezoni. Xuddi shunday yaqinlashuvchi mezoni chegaralanmagan funksiyalarning Cosmas integrallari uchun ham tuzilishi mumkin. Ikkinchi tur Cosmas integrallarni taqqoslash mezoni. fx va gx funksiyalar mana bu yarim segmentda uzluksiz bo'lsa va maxsus nuqtaning barcha nuqtalar uchun quyidagi shart bajarilsa. Unda demak a dan bgacha gx dx integralining yaqinlashuvchiligidan ab fx dx integralining yaqinlashuvchiligi kelib chiqadi. Xuddi shunaqa demak mana bu a b oralig'idagi fx dx integralining uzoqlashuvchiligidan gx integralining demak uzoqlashuvchiligi kelib chiqadi. Endi Cosmas integralga absolyut yaqinlashuvchi deyiladi agar uning absolyut qiymati bilan integrallanuvchi bo'lsa. Agarda demak uzoqlashuvchi deyiladi, agarda demak a dan b gacha bo'lgan integral yaqinlashuvchi bo'lsa, sharti demak mana bu absolyut qiymati uzoqlashuvchi bo'lsa, bu fx funksiyamiz shartli yaqinlashuvchi deyiladi. Uzoqlashuvchiligidan yaqinlashuvchiligiga kelib chiqsa, bu shartli yaqinlashuvchi deyiladi.